Mayli, boshladik, ko'rsatish kerak odamlarga. Nima deyapsiz? Telefon olib qolganda qanaqa tekshirib olsa bo'ladi? Mana qarang. Birinchi ochasiz-ku, ochganingizda ichini ochilgan, ochilmagan tekshirish uchun kamerasiga qaraysiz. Kamerasini bor, linsasi o'rtada turishi kerak. O'shanda ochilmagan bo'ladi. Agar chapga o'ngga surilgan bo'lsa, agar yoki stiklo almashgan bo'ladi, ekran almashgan bo'ladi. Orqasiga qaraysiz, orqasidagi kameralardan chang bo'lishi kerak emas. Eng zo'r yo'li ushlab turing-da. Nina bormi? Berdingizmi? Bo'l. Mana nina bilan shuni sim karta sloftini ochasiz-da. O'sha yerdan uflab qo'yasiz. Uflaganingizda havo chiqsa agar ochilgan bo'lib ketadi, bo'ladi. Agar sharga o'xshab ishsa, ikki tarafi ochilmagan bo'ladi. Hisoblanadi. Bu telefon ochilganmi yo'qmi? Qani, Abdurahmon? 100 so'm ochilgan. Qanaqasiga ochilgan? Sim karta qilgan o'ziniki emasmi? Ne? Orqasini yetkazdi, bu yog'ini yetkazdi. Sim karta sloft o'ziniki buniki? O'ziniki emas. Rangilari. O'g'richa yaxshi o'rgating-da, o'rgating-da. Endi yodimda qoldi. Shunday chiqazaydi. Ha. Qayerdan olasiz telefonni? Ko'cha. O'g'irlangan emas shu. Korobkasi ham yo'q ekan, bor. Korobkasi ham yo'q. Ketib tashlab ketgan ko'chaga shu emas. O'sha. Temboli mamnundan o'tdilar deb qo'ying. Mani qo'lim qolib ketadi. Temboli mamnundan chiqadi. Ana bo'lmasa.